Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 16 aprel 2026 yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Istiqlol qishloq mahallasidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan akalar semental buqachalardan. Bunimiz limuzina. Bir dona limuzin buqacha. Video davomida kattaroq semental buqachalardan ham bor. Xudo xolasa hammasini qo'ldan kelgancha ma'lumotlarini berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podpis qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelib qolsa, telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. O'ta haligi sutga to'yib o'sganlarni olaman deganlarga kelaman. Tayyor. Bir jup, bittasi limuzin, bittasi toza sementalidan. Sementali necha oylik? 5 oylik. Teparoqqa yetalaylik. Doğrusu tomonga. Sementali 5 oylikda. Qaraylar. Kachkali ekan. Haqiqiy tozasidan. Limuzinchi? Limuzin 3 oylik. 3 oylik, mana turishni qaraylar akalar. Baribir boshqacha narsa limuzin ham. Limuzinimiz to'qol ekan-a? Onasi semental. Onasi semental buni. Onasi semental akalar. Sementalimiz buni shoxi kuymabdi. Endi kuyadi. Ozginadan bor ekan. Bugun kuydirib qo'yiladi akalar. Ikkovi ham sutdan chiqqan-a? 100%. Bemalol yangi ishqibozlari ham kepaksiz qilib bahslar bo'laveradigan. Rangi, ro'yi, sorti, sifati hamma yo'g'idan kelganlardan o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Har kuni ham hamma joyda ham uchraydigan buqachadan emas. Ikkovi ham. Endi bir qiziqishga, ikkovi ham misol zot narsalar qaysi biri zo'rib ketar ekan deb boqaman degan odamga ham bitta joyga olib tashlab qo'yishlarini tavsiya qilaveramiz. Mana qaranglar turishini. Pachka. Yeb ichish sog'liklari zo'ra. Mana limuzinni qaranglar kerak, lekin limuzin samarqandliklar juda ko'p so'raydi mana shunaqa buqalardan. Dumba sovorganda limuzinni. O'taligi kamyob. Qaranglar. Ikkovi ham xudo xolasa zo'r. Oyoq qo'llari hamma yo'g'i bus-butun-a. Xo'p, bularni jup sotamizmi, ajratma berilaveradi? Jupiga nech pul berishadi? Jupiga 31,5 dan. Jupiga 31,5 dan. 63 bo'ladi. Jupiga 63 million-a? Kelishilarmi axir? Ozmos kami bor-a? Ozmos kami bor akalar. Lekin kimdir qimmat deyishi mumkin, lekin kimdir shunaqasini izlab topa olmasligi ham mumkin. Tayyor, boqaman, zo'ri bo'lsa boqaman, bo'lmasa boqmayman degan odamga ikkovi ham ma'qul kelaveradi. Behijolat kelib ustida ko'rsanglar, ikkalasi ham o'ta go'zal, noyob narsalar. Holatlarini qaranglar. Mana jonivor. Baqbaqasi deysizmi, orqasi to'rtburchak, orqasi balantidanmi, stakan tuyog'mi? Hamma sifatlar mana shu buqalarda bor. Kelajagi bor narsalar. Xo'p, endi bulardan kattarog'i ham bor-a? 2 dona kattarog'i bor akalar. Bularni ham yetalab chiroyli qilib ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, kattarog'idan olaman deganlarga akalar, haqiqiy pachkasida. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Buqa ham uzun, ham polvon suyagi buzuqdan. Hozir necha oylik bu? 11 oylikda. Bo'ylari 1.35 keladi. Bo'ylari 1.35 atrofida keladi akalar. 11 oylik, lekin yoshiga, bo'yiga olinadigan buqa emas. Holatni ko'rib turibsizlar. Buni sherigi ham bor, jupi bor. Hozir hozir ko'chaga o'zini ajratib olib chiqib ko'rsatyapmiz. Sherigini ham olib chiqib ko'rsatamiz. Ikkovi ham bir-biridan kuchli narsalar. Yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'g'ini kelib bemalol o'zingizlar ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa hamma narsasi joyida. Tashqariga chiqib buni asli yugurgisi kelyapti. Turishni qaranglar. O'ta bo'lak. Zavodskoy to'qolidan asali zot ishlatadigan buzoqlarda ham to'qollari ko'p chiqadi. To'qol buqalardan qo'yadigan bo'lsanglar. Rangi ham zo'r, oq kami. Qaranglar. Sheriga talpinyapti-da. Xo'p, o'zini ham sotaveramiz-a? Hech pul narx aytamiz o'ziga? 43 million. Sherigi bilan jupqib olsa yangiroq qilib berasiz-a? Xo'p, sherigini olib chiqamiz. Xo'p, buni tashqariga olib chiqmadi akalar, ko'rib turibsizlar. Nari sherigini yetaluvdik, to'polon qilyapti ikkalasi ham. Endi
joyida ko'rsatib qo'yaveramiz. Kichkina buqalar, masalan, qo'lda bemalol aylantiradigan. Xudo xolasa kelib ustida ko'rsanglar, telefondaydan a'lo holatda ko'rinib beraveradi. Xo'p, bunisi necha oylik? Bu 13 oy. Bu 13 oylik. Kattaroq nargindani? Kattaroq, yoshi katta. Nargindan yoshi kattaroq. Bo'ylari bir xil shekilli. Mana shunaqa. Bir xil. Deyarli bir xil. Bo'ylari deyarli bir xil, lekin tarozi ham og'irroq bo'lsa kerak. Bunisi ham xudo xolasa to'qolidan. Olaman, boqaman, bir tonnalik qilaman degan odamga ham behijolat ma'qul kelaveradi. Ikkovi ham tiniq narsalar, holatni ko'rib turibsizlar. Endi baylab turgan, yechsak rosa to'polon qilib yuboryapti. Xo'p, bunisiga necha pul narx aytamiz? Jupiga necha pul aytamiz? Jupiga hop. Jupiga 83 kam bor. Jupiga 80. Buni o'zini olishsachi? Buni o'zini olsa 41 kam bor. 41 kam bor. Jupiga 83 millionga savdo qilishib olaveradi. Aha. Savdo qilib olaverasizlar. Xudo xolasa olib ikkovini tashab qo'yib bir zotga ishlataman yo turnalik qilib boqaman degan odam bo'lsa, qidirib yurgan odam bo'lsa, mana savdolashib olaverasizlar. Aytilgan narxlarda kelishtirib berishaveradi. Lekin bir hisobda bunday qarasanglar, eti ham baland mollardi. Unaqa yemotdan boshqadan qisilgan mollar emas. Holatlarni ko'rib turibsizlar. Kelib bemalol ustida ko'rib savdolashib olaverasizlar. Limuzin lekin вообще bo'lay narsa. Simentali ham. Shularda dog'i yo'q, boshqasi yo'q. Tiniq. Xudo xolasa olib boqaman degan odamga nomer qoldiraylik hozir aka. 94lik. Aha. 499 Aha. 0200. 0200. Telegrami ham bor, a? Aha, Telegram, Bo'ldi. WhatsApp. Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar ham bo'laveradi.